Hop boshladik mana bu. O'zi yozgan she'rimi nimadir bo'lsa bizda bor. Buni hozir copyright qilib olamiz. Copyright qilib oldik. Endi programmaga kirib programmaga buni copyright qilganimizni qo'yamiz. Qo'ydik. Sozlatni bosamiz. Mana qo'shig'imiz tayyor. Bu endi chiqib keladigan hofizlarga ashim zo'r. Birinchisi bu. Har kim o'z yo'lida, dardi ham o'zgacha. Bugun yonimda, ertaga yiroqda. Taqdir yozar ekan, savolsiz shuncha. Pursizlik shuncha. Shalalar yomonda, tunlar o'tar o'y bilan gumonda. Orzular baland. Endi ikkinchi tayyor bo'lgan qo'shig'imizni qo'shamiz endi. Har kim o'z yo'lida, dardi ham o'zgacha. Bugun yonimda, ertaga yiroqda. Taqdir yozar ekan, savolsiz shuncha. Ursizlik shunchalar yomonda, tunlar o'tar o'y bilan gumonda. Orzular baland, cho'ntak bo'sha hanuz. Yurak to'la sabr, ko'zlar umidda.